Qarala qo'yim qovchini yo Kirdilaring va ovchini yo Tuyalarding o'rkachida yo Cho'pona jigit ko'chini Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, aziz mana shu dargohning o'qituvchilari. Mana bugun biz mana shu tuman madaniyat uyidan tashrif buyurdik. Maqsadimiz mana shu o'zbek xalqimizga tegishli bo'lgan nomoddiy madaniy meros, maqollari, o'lanlari, allalari, yor-yorlari haqida gaplashgani keldik. Biz asosan mana buni xalqimizning ichida targ'ib qilishimizdan maqsad, biz targ'ibot qilamiz. Maqsad shundaki, bolalar, bu narsalar bizning nomoddiy madaniy meroslarimiz hisoblanadi. Biz asosan bugungi temamiz allalar haqida gaplashamiz. Allalarni hamma eshitganmi? Hammani onasi alla aytishgan, to'g'rimi? Mana bugun biz mana shu men Davlatov Shodmon bo'laman, nomoddiy madaniy merosni o'zida saqlovchi. Mana shu tuman madaniyat uyining Qo'ng'irot xalq badiiy dastasining badiiy rahbariman. Bu yerda mana opalaringiz, singillaringiz kelgan, Ziyodullayeva Nargizaxon shogirdim bo'ladi. Mana Sarvinoz opa Eshboltayevalar bilan birgalikda kelib, sizlar bilan hozir mana shu allalar haqida gaplashamiz. O'zi allalar nima? Allani hammamiz eshitamiz. Masalan, allani hozir shunday aytayaptiki, bu qo'shiq emas alla. Alla har bir onani o'sha qalbidan chiquvchi, har bir onani, otani qalbidan chiquvchi mehr istaklari. Bu bir mehr qo'shig'i deymizmi? Allani endi bir sehrli qo'shiq deymizmi? Niyat qo'shiqlari hisoblanadi. Mana shu allalar har bitta onamizni aytishi, masalan, alla aytgan ona qo'shiq aytmaydi-ku, qo'shiq aytmaydi. Masalan, demakki bu ilohiy narsa bu allalar. Shuning uchun bolalarim, bugun biz hozir allani hamma eshitgan, hammamizning onalarimiz uyda bu ukalaringiz bilan alla aytib, o'sha jarayonlarni kuzatganmisiz? Kuzatganmiz, bolalar, qizlarim. Shuning uchun biz hozir mana shu bizning Surxondaryo viloyatimizda asosan mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo, O'zbekistonning janubiy hududlarida allalar har xil kuylanadi. Masalan, onalar allasi bor, otalar allasi ham bor. Otalar allasi, onalar allasi. Mana shu onalar allasidan hozir Nargiza singlimiz, shogirdim meni bir kuflet sizlarga ijro etib beradi. Nargizaxon, keling. Turamiz, xo'p, tanamiz bering. Chiroyli qilib bir bolalarni bir go'dakligini eslatingchi. Alla aytay jonim bolam, orom oligina alla aytay borim bolam,
opa mana Allohdan aytib berdi. Endi hurmatli tinglovchilar, bizni Surxondaryoda otalarimiz ham Allah aytishgan. Allah. Kim eshitgan shuni? Otalar Allasini. Kim eshitgan shu yerda? Kimdi bobolari o'sha go'dakni olib xirgoyi qilib o'tirganini kim eshitgan? Bormi eshitgan? Qarang, bolalar, rahmat. Bu bizda hozirgacha saqlanib kelyapti. Hozir men sizlarga otalar Allasini qanday ijro etilgan, buni sizlarga ijro etib tushuntirib beraman. Pardezdan garmoniya ushlaysiz. Qarang, bu otalar Allasini masalan Allah deb aytmaydi otalar. Otalar o'zini ichidan o'sha xirgoyisi bilan masalan choldiruldi deb xirgoyi qilgan garmoniya berib turamiz yoki bo'lmasa huyoyu deb xirgoyi qilishgan. Mana shuni hozir sizlar bilan pardezdan garmoniya berasiz. Sal ko'taring. Qarang. Choldiruldu go'dakni ushlab turibdi. U o'zini ichki hissiyotlarini, o'zining niyatlarini aytyapti. Qo'lida go'dak, qarang. Ona demak, onani yumushlar bilan band, demak ota ham o'sha yosh bolani katta qilishga mas'ul. O'sha paytda bizda avlodlarimiz shuni his qilishgan, bu udumlarni hurmat qilishgan, qadrlashgan. Qarang. Endi qarang. Uyoyu talqon tuy kasada suv bitingdi ju tizzalariga olib uyoyu bola mazza qilgan, onalarnikidan ham zo'r bo'lgan otalarning allasi. Qarang. Qorala qo'yim qovchinimey huyo kundilaring mavjini yo cho'pona jigit tuyalarning o'rkachida ya huyo cho'pona jigit ko'chini ya huyo bizni xalqimiz ko'chmanchi bo'lishgan. Tuyalarning qarang, bu niyat qilyapti. Mana shu eskida xalqimiz chorvador, ko'chmanchi, faqat bu paytda hech narsa bo'lmagan. Hech qanday maktab ham bo'lmagan, o'qituvchi ham bo'lmagan, hamma o'zini shu Xudo bergan o'sha hayvonlardan, dalalardan dehqonchiliklar bilan kun kechirishgan. Tuyalarning o'rkachida cho'pona jigit ko'chini, meni bolamni ko'chini ko'rdingmi? Bolam mana shunday bir katta bo'lib, ovul bo'lishiga sababchi bo'lsin, mana shu bola o'sha darajaga yetsin deb niyat qilinyapti. Qarang. Qarang. Aytilmagan dostonim huyo yurtim bog'i bo'stonim huyo huyolar aytay ko'talayana huyo sotiqlar bo'lsin vatanga huyo degani bizda mana shu
o'zimizni shivamizda masalan ismingiz kim bo'lsa ham bu hozirgacha ishlatilinadi. Yu deb chaqirishar. Masalan Hadicha bo'lsa, Hadicha demaydi. Hadicha yu kelu deb chaqiradi. To'g'rimi? Yu qo'shimchasini ana shu yu degani endi yu demoqchi bo'lgan o'sha hayqiriq, o'sha zarurlik, mana shu qo'shimchalar qo'shilgan. Qarang. Yo yu Balkan tüy kasada suv betingdi jo yo buni aytayversak 100 kuplet aytishimiz mumkin. Masalan, bog'larda bog'lar bosilsin yo baldağlar kesilsin. Endi qo'shilib aytaman. Qo'shilamiz sana. Talqon tüy ketdik. Talqon tüy kasada suv yetingdi jo'v. Tushunarlimi bolalarim, qizlarim? Ozgina bo'lsa ham tushuncha bo'ldimi sizlarda? Ha? Otalar, onalar allasini biz sizlarga eslatdik. Maqsadimiz sizlar hech qachon buni unutmaslik. Bu bizning eng qadimiy, durdona, bu bizning oltin meroslarimiz hisoblanadi. Mana shu o'zbek xalqining o'sha urf-odatlari, o'sha mehr-oqibatliligi yoki uning hozirgi til bilan aytganda mentalitetlari, ularning qanday madaniyati kerak bo'lsa, biz agar unutib qo'ysak o'zbek xalqimizning, ota-bobomizning madaniyatlarini, ularning qanday kayvonligini unutsak, demak biz o'zbek xalqiga, o'zbek millatiga mansub degan nomga ozgina chetlab qolgan bo'lamiz. Shuning uchun qizlarim, sizlar kelajakda hammalaring ilohim katta institutlarga kirib, albatta sizlar qiz bo'lasizlar, sizlar yaratguvchisizlar, sizlar ona bo'lasizlar. Hech qachon onalik o'sha allalarimizni, meroslarimizni, urf-odatlarimizni, duolarimizni, niyatlarimizni esdan chiqarmaymiz. Tushunarlimi? Sizlarda onalaring o'sha alla aytgani uchun hammamiz chiroyli kiyim, chiroyli dargohlarda o'tiribmiz. O'sha paytda onangiz kerak bo'lsa o'sha qora uyda, bunaqa uylar bo'lmagandir, balki 20 yildan ya bu naryoqda aytsak, hozir kundan kun sharoit yaxshi bo'lyapti, o'shanda aytgan. Bolam aqlli bo'lsin, yaxshi doktorlari bo'lsin. Alloh, u ona u bilmaydi, she'r bilmaydi. Uni faqat yuragi bor, mehri bor, istagi bor. O'sha istaklarni bergani uchun siz bugun qarang shunday ustozlarni ta'limini olib, bular niyat qilib o'tiribdi. Men mahorat darsimni tugataman aziz o'quvchilar, sizlarga ozgina fikr yoki mana shu kerakli gaplarni aytgan bo'lsam, o'zimni baxtiyor his qilaman. Rahmat. Xudo xohlasa bizda madaniyat uyimiz yaqin, bemalol mana shu qadriyatlarga, urf-odatlarga qiziqqan yoshlar bo'lsa, bemalol boringlar. Biz albatta ustozlik qilishdan qaytmaymiz. Vaqtimizni ajratamiz. O'sha o'limlarimizni yanada sizlar bilan kirishib, yanada sizlar bilan nima qilamiz? Buni biz qo'llab-quvvatlab, targ'ibot qilamiz. Rahmat o'qituvchi.